Ayol kishi erkagini daromadiga ta'sir qila oladimi? Albatta, ayol kishi erkagini daromadiga ham, hayotiga ham judayam katta ta'sir qila oladi, ta'sir o'tkaza oladi. Butkul demayman, lekin katta ta'sir o'tkaza oladi. Har bitta ayol xohlaydi, turmush o'rtog'i katta daromadga chiqishini xohlaydi. Har bitta ayol turmush o'rtog'idan, uni daromadidan faxrlanishni xohlaydi. Lekin nega ba'zi ayollarni turmush o'rtog'ida bu daromad bor, ba'zi ayollarnikida yo'q. Chuqur qaraydigan bo'lsangiz, qaysi ayollarnikida yo'q? Ko'proq foizda bu oilasi uchun o'zi ishlab pul topayotgan, ro'zg'origa o'zi pul ishlab kelayotgan ayollarni turmush o'rtog'ida daromad kamroq bo'ladi. Bu nega bunday? Boshida ayol kishi turmush o'rtog'iga yordam bo'lishi uchun hayot davomida oilada har xil kechinmalar bo'ladi. Turmush o'rtog'imizni katta daromadga chiqqan payti bo'ladi, pastroq daromadga tushgan payti bo'ladi. Ko'p hollarda ayollar turmush o'rtog'ining daromadi pasayganda turmush o'rtog'iga yordam berish maqsadida ishga chiqishadi. Pul topishadi, ro'zg'orga yordam berishadi, hattoki turmush o'rtog'ining qo'liga ham pul berib yordam berishi mumkin va bu noto'g'ri emas. Lekin noto'g'ri bo'lgan joy nimadaki, turmush o'rtog'i o'zini yana qayta tiklab, ishga joylashib, daromadga kirganda ham ayol kishi o'sha pozitsiyada qolib ketadi. Ya'ni shunaqa qilishi mumkin, ayol kishi ishlab turib ham ro'zg'or uchun ishlamasligi mumkin yoki turmush o'rtog'iga pul bermasligi mumkin. Chunki turmush o'rtog'i o'zini tiklab oldi va ishlayapti. Ayol kishi shu yerda pozitsiyasini o'zgartirishi mumkin, kasbida o'zini ko'ngli uchun, o'zini ko'ngli tortgani uchun ayol sifatida ishlashi mumkin. Lekin bizda ayol kishi shunaqa pozitsiyada qolib ketadiki, erkak kishiga yordam beraversam, men bu tomondan ro'zg'orni eplasam, turmush o'rtog'imni topgan daromadini bunga sarflasak, ikkalamizga ko'proq bo'ladi, ikkalamiz ko'proq natijaga erishamiz deb o'ylaydi va xatti-harakati, pul topishga bo'lgan ishtiyoqi erkakcha quvvatda ishlab ketib qoladi. Bu narsa erkak kishiga qattiq ta'sir qiladi. Negaki, shu jarayonda ayol kishi o'zi daromad topayotgan paytida turmush o'rtog'ini ham parallelni kuzatib boradi. Turmush o'rtog'i u qadar katta daromadga chiqib ketmasligi mumkin ayolichalik. Yoki ayol kishi o'zi bilmagan holatda solishtirishga kirishib ketadi. Boshqa ayollarning turmush o'rtoqlari bilan o'zini turmush o'rtog'ini solishtirishga kirib ketadi va turmush o'rtog'i topayotgan daromadni qadrsizlantirishni boshlaydi. O'zi bilmagan holatda bu bessознательный bo'ladi ayol kishida. Va qadrsizlantirgan sari erkak kishi buni sezadi, erkak kishi buni his qiladi. Insonlar bir-biri bilan muloqot qilishidan avval ularning energetik maydoni bir-biri bilan muloqot qilishni boshlaydi. Shu maydonda masalan, meni energetik maydonim turmush o'rtog'imni energetik maydoni bilan birlashganda uni holatini men his qila olaman, meni holatimni u his qila oladi. Men haqimdagi o'y-fikrlarini men his qila olaman turmush o'rtog'imnikini. Turmush o'rtog'im ham meni u haqidagi o'y-fikrlarimni his qila oladi va bu juda ham chuqur his qilinadi turmush o'rtoqlarda bir-biriga nisbatan. Ayol kishi taqqoslashga kirib ketadi. Ayol kishi erkagini mensimaslikni boshlaydi. Bu ichkarida juda ham sekin boshlanadigan proses. Buni ayoli o'zi ham sezmay qoladi. Va endi qarangki, diqqatimiz qayerda bo'lsa, quvvat o'sha yerda bo'ladi, energiya o'sha yerda bo'ladi. Va energiya qayerda bo'lsa, o'sha narsa hayotimizda ko'payishni boshlaydi. Erkagiga mensimasdan qarashni boshlagan ayol erkagida kamchiliklarni ko'proq farqlashni boshlaydi.
zamechat qilishni boshlaydi deylik. Erkagida uni qadrlasa bo'ladigan xislatlari nimasida? Kamchiliklarini topishni boshlaydi. Kamchiliklarini ko'proq ko'rishni boshlaydi va bu kamchiliklarni bora-bora erkagining yuziga aytishni ham boshlaydi. Qaysi erkak uni mensimagan ayol uchun nimadir qilishni xohlaydi? Qaysi erkak uni topayotgan daromadini qadrlamayotgan ayol uchun katta ishlar qilishni xohlaydi? Ayol kishini mensimasligi, ayol kishini turmush o'rtog'ini boshqa erkaklar bilan taqqoslashi, boshqa erkak bilan taqqoslab, boshqa erkakni misol qilib turmush o'rtog'iga ko'rsatib, erkagiga motivatsiya berishni xohlaydi ba'zi bir ayollar. Ko'p bunaqa ayollar juda ham. Bu narsa ishlamaydi. O'zimizdan qiyos qilaylik. O'zimizga agar kimnidir qiyos qilib ko'rsatib, shu inson sendan fazilatlari ustun, shu insonni yutuqlari senikidan ko'p deyilgan gapga hech qaysi xoh ayol bo'lsin, xoh erkak bo'lsin, unda motivatsiya uyg'onmaydi. Hozir uyg'onmaydi. Avvalgi programmalarimiz bo'yicha uyg'onishi mumkin edi. Solishtirilganda avval ichimizda shunaqa men o'zimni ko'rsatib qo'yaman, undan ham yaxshiligimni ko'rsatib qo'yaman degan bizda qattandir kuch kelardi. Hozir u kuch yo'q. Hozir u kuch hech kimda ishlamaydi. Ahamiyat bersangiz, farzandlarimizda ham ishlamaydi. Erkakda ham ishlamaydi, ayolda ham ishlaydi. Aynan hozir ishlamaydi. Chunki hozir yer sayyoramizga umuman boshqa chastotalar kirib kelyapti va eski dasturlar bilan biz bu chastotalarda yasha olmaymiz. Endi bizga to'pliva bo'lgan, bizga yoqilg'i bo'lgan his-tuyg'ular hozirgi davrda bizni nimalargadir erishishimiz uchun, bizni yutuqlarga erishishimiz uchun bizga yoqilg'i bo'lib bera olmaydi oldingi eski programmalar. Oldin shu solishtirish bo'lsin, kimgadir taqqoslash bo'lsin, bizni oldinga yurg'izib yubora olgan, bizga turtki bera olgan, bizga tepki bera olgan. Hozir unaqa bermaydi. Hozir o'zimizni hislatlarimizni, o'zimizni ijobiy hislatlarimizni topsak, shu hislatlarimizni ko'ra olsak, shu hislatlarimiz borligiga ishona olsak, shu bizni oldinga olib ketadi. Bu narsa farzandlarimizda ham xuddi shunaqa ishlaydi. Bu narsa turmush o'rtog'imizda ham xuddi shunaqa ishlaydi. Bu narsa jamiyatda atrofimizdagi yaqinlarimiz bilan, ishxonamiz bilan ham xuddi shunaqa ishlaydi. Ichimizda mensimasdan, ichimizda erkak kishini qadrsizlantirib, hech qaysi erkakka motivatsiya bera olmaymiz, hech qaysi erkakka uni daromadini ko'tarilishiga ijobiy hissamizni qo'sha olmaymiz. Vaholanki ayol fitratiga juda ham kuchli berilgan bu narsa, erkakka ta'sir o'tkaza, umuman hammaga ta'sir o'tkaza olish, erkagiga ta'sir o'tkaza olish, farzandlariga ta'sir o'tkaza olish bu yanada kuchli ayol kishida. Mensimaslik, qadrsizlantirish, qarang. Nega mensimaymiz, nega qadrsizlantiramizki, erkagimizni hozirgi paytdagi daromadiga qoniqolmaymiz. Hozirgi ayni damda sizni erkagingiz qancha daromad topayotgan bo'lsa, bu sizni erkagingizga sarflayotgan ayollik quvvatingizdan dalolat. Demak, sizda ayollik quvvati hozir shuncha, shuning uchun eringizda shuncha daromad. Ayollik quvvati sizda qanchalik ko'paygan sari, turmush o'rtog'ingizda ham daromad shuncha ko'payadi. Shu sababdan ichkarida turmush o'rtog'imizga nisbatan salbiy hislarni his qilib turib, tashqaridan og'zaki biz unga har qanaqa motivatsionniy gaplar aytaylik, har qancha uni ruhlantirishga harakat qilaylik, har qancha unga dalda berishga harakat qilaylik, bularni hech qaysi biri ishlamaydi. Toki ichkarida ayol erkagiga nisbatan hurmatini to'g'irlamagunicha, turmush o'rtog'ini
daromadiga nisbatan, turmush o'rtog'ini o'ziga nisbatan, turmush o'rtog'ini qadriyatlariga nisbatan o'zida hurmat uyg'otmaguncha turmush o'rtog'ini daromadiga o'zini holatidan kelib chiqib ta'sir ko'rsata oladi xolos. Va turmush o'rtog'ini hurmat qila olish uchun, turmush o'rtog'ini daromadiga, turmush o'rtog'ini o'ziga nisbatan boshqacha hislarni his qila olish uchun ayol kishi birlamchi birinchi o'rinda o'zini shunaqa hurmat qila olish kerak. O'zini qadrlay olish kerak. O'zini qadriyatlarini nimaligini bilishi kerak, o'rganish kerak. Biz har bir inson bilan muloqotga kirishganimizda o'zimizni holatimiz bilan bo'lishamiz. O'zimizga nisbatan ichimizda o'zimiz qanaqa bo'lsak, boshqa bir inson bilan ham xuddi shunaqamiz. Deylik, o'zimiz bir omadsiz hayotimizda bir omadsiz holat sodir bo'ldi. Shu holatda o'zimiz ichkarida o'zimizga qandaymiz? O'zimiz o'zimizga dalda bo'la olamizmi? O'zimiz boshqa yutuqlarimizni ko'rsatib bera olamizmi o'sha payt o'zimizga? O'zimiz o'zimizni shu payt tashlab ketamizmi yoki qo'llab-quvvatlaymizmi? O'zimiz bilan qolamizmi? O'sha narsani yashab o'ta olamizmi? O'zimiz bilan qanday bo'lishni bilmaganimiz uchun biz yaqinlarimiz bilan ham qanday bo'lishni bilmaymiz, turmush o'rtog'imiz bilan ham qanday bo'lishni bilmaymiz, hatto farzandlarimiz bilan ham qanday bo'lishni bilmaymiz. Turmush o'rtog'ini boya aytgandek nafaqat daromadiga, hayotiga ta'sir o'tkaza oladigan qismi bor ayol kishini. Agar u turmush o'rtog'ini hayotiga, daromadiga salbiy ta'sir o'tkazyaptimi, bu ayol avtomatik o'zini o'g'il farzandiga ham salbiy ta'sir o'tkazadi. Hayotiga ham, daromadiga ham. Chunki unda boshqa programma yo'q, u faqat shu modelni biladi. Erkak bilan muloqot qilishni shu modelini biladi. Boshqa model, boshqa programma, boshqa dastur bu ayolda yo'q. Va avtomatik bu ayolni turmush o'rtog'ida namoyon bo'layotgan holat uni farzandida ham, o'g'il farzandida ham xuddi shunday namoyon bo'ladi, davom etadi.